intim zonalarning qorayishi faqatgina ayollarda emas, balki qizlarda ham uchrashi mumkin. Va buning sababi bu qiz bolani noto'g'ri hayoti emas, shunchaki gormonal fonni buzilishi oqibatida jinsiy a'zolarda qorayish, jinsiy lablarning kattalashib ketishi kabi kuzatiladi. Va bu uyatli mavzu emas, aksincha, o'z vaqtida onalari yoki qizlarimizning o'zi ginekologga uchrashi kerak bo'lgan holatdir. Bu borada albatta qizlarni tekshiruvdan o'tkazib, kerakli tahlillarni topshirishni tavsiya qilaman. Ya'ni gormonal fonni tekshirish, buning uchun kerakli gormonlar. Bular qalqonsimon bez gormonlari, undan tashqari vitamin D, insulin, kortizol va testosteron gormonlari kerak bo'ladi. Ko'p yosh qizlarimizda aynan balog'at davrida testosteron gormoni balandroq bo'ladi va bu tabiiy holat. Mana shunday holatlarda ba'zi bir qizlarimizda ayniqsa genetika tarafidan jinsiy lablarning qorayishi va kattalashishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu holatda albatta kerakli gormonlarni topshirsangiz, bu holatni to'xtatishingiz mumkin bo'ladi. Agar sizda ham shunday holat kuzatilgan bo'lsa, marhamat konsultatsiyaga yoziling va birgalikda yechim toping.